Bolasi emaklamayotgan onajonlarni ko'p shikoyati massajistga olib bordim, lekin bolamni emlatib bera olmadi. Sababi massajistlarning ko'p xatosi qo'lda bolada opora hosil qilmasligi. Qo'lda opora bo'lmasa, ya'ni tayanch bo'lmasa, bola emaklanmaydi. Tayanchni biz qanaqa uyg'otamiz? Demak, oyoqdan ushlagan holatda reski tashiymiz. Bir ushamaydi, ikki ushamaydi, uchinchisida refleks, ya'ni tayanch hosil bo'ladi qo'lda. Ba'zigina bolani tebratamiz, ya'ni samozashita o'zini himoya qilish uchun qo'lga tayanadi. Qo'lga tayanib, tayanch hosil qilgandan so'ng endi to'rt oyoqlab, ya'ni na четвереньки deyiladi, emaklash pozitsiyasini bolaga beramiz. Va buni oqibatida biz tizzalarga opora beramiz. Tizzalarda tayanch hosil qilish uchun. Chunki bunda tizzalarga bosim beradi. Na четвереньки turg'izib olganimizdan keyin tizza va qo'llarda opora hosil qilganimizdan so'ng oldiga o'nchoq qo'yamiz. Endi oyoqni ko'tarish uchun to'siq qo'yamiz. Va natijada mana shu to'siqdan o'tishi uchun, oyoqni ko'tarib o'tish uchun bolada refleks hosil bo'ladi. Berayotgan ma'lumotlarim agar sizga foydali bo'layotgan bo'lsa, sahifamga obuna bo'ling.